kechqurunda yonganda shum tashqari tomonni obed qilib tashlaydi degan gap bor. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kunimizni ham boshlab oldik. Ertamanda vizib tushgan narsalarimiz, instrumentlarimiz bilan kelganmiz. Kombaynga tayinrovga oldiga so'nsizlashtirlar topib bergani chiqqanmiz, kelganmiz. Bosh rollarda mana Doniyor akamiz o'zlari mana. Aka? Nima bo'ldi aka? Nima tushib ketdi? Yakani yo'qotdim-da. Voh. Ertamanda yakani yo'qotdim. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar bo'lsa ham telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Xizmatdamiz. Kunlar xayrli o'tsin. Xudo xolasa tortib tugatdik. Oldi laboga so'nsizlashtirilgan, ikki tomonga 35% dan armadan tayinrovga urib berganmiz. Xudo xolasa ko'rinishini ko'ra olasizlar. Eshik ochiq turgan holatiga ichi ko'rinmayapti уже. Eshik yopiq holatiga umuman ko'rinmaydi, xudo xolasa. Ko'rinadi endi, sharpa ko'rinib turadi xolos. Odam aniq ko'rinmaydi. Kostoplarni ham chiroyli qilib ulab berganmiz, ustonovka qilib ko'rishingiz mumkin. Atrof qizil patfarni. Bu avvalgi yonib turibdi hozir. To'niz bosganda bunisi yonadi, qizil bo'lib. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Hozir avvalgi yonib turibdi. Bu orqada bilasizlar, kombaynda orqadan ko'rib ketish kerak bo'ladi, kechqurun ish qilinadi asosan. Shuning uchun projektor qo'yib berganmiz alohida. Oldini ham hozir ko'rsataman sizlarga. Oldidan ko'rinishi projektordan 4 ta qo'yilgan, ikkitadan. Ikki tomonga ikkita, ikki tomonga ikkita. Bitta tomonga ikkita, bitta tomonga ikkita. Avvalgi patfarnilar. Xullas, kechqurunda yonganda shum tashqari tomonni obed qilib tashlaydi degan gap bor, xuddi shunaqa qilib tashlaydi. Kimga shunaqa ishlar, xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.